alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun hafta kuniga, xudo xolasa yakshanba. Toshkent Sergeli mashina bozor 9-mart kunida turibmiz. Kecha 8-mart edi. Hammani o'tib ketgan ayol kishilar bo'lsa auditoriyamizda hammani bayram bilan tabriklab qolamiz. Sekin biz endi Lada talab qilganligi uchun Lada qatoriga kirib, mana hamma qatorimizda Ladalar. O'sha Ladalarni sizlarga yaxshilab bozorda ham xitoyliklar bosib ketdi. Hamma yoni o'zi bosishyapti. Kommentariyaga yozib qo'yinglar, qaysi bozorda ko'rdinglar, o'shanga qarab biz ham xitoyliklar haqida bir video qilib qolarmiz balki. Balki xitoychasiga gapirib ketarmiz ertaga. Ni hao deb, sizlar bilan bozorga ham tushyapti bular, nimadir chotanet. Ertaga hech gap emas, bunda kelib turib, ni hao deb sizlar bilan salomlashdik. O'shaning uchun hop biz o'zimizda sekin Ladalardan boshlaymiz. Egalari qaysi biri olib berishsa, xudo xolasa qo'ldan kelgancha video qilib berishga harakat qilamiz. Ketdik unda. Sekin Ladalardan boshlaylik yana. Men kimdan olki sizdanmi? Sizdan? Yili 2009 Priora. Nech pulda o'z buni aka? 4,5 ming. Motori qanaqa buni? Konditsioner super 1.6, gazi bor, konditsioner, elektrousilitel bo'ladi, gidravlik emas. Elektrousilitel, hop super salon, hamma narsa. Nech pulda deysiz aka? 4,5 ming. Zo'rda narximni o'ylab qarasangiz, balki hozir bir xil endi bilmayman, anu devod yurganlar bilan oldiga kelib har xil qimmat deyish ham mumkin. Endi yiliga qarab, shuncha misolcha anaqa komfortga qarab pul aytiladi-da. Hop, gem berasa? Gem berasa. Yana qaysi mashinalaringiz bor sizda? Bu narigami, menimcha. Telefon nomeri bitta qilib olib beramiz. Okani ikkita mashinalari bor ekan. Shuning uchun buni yili necha? 2008 Kalina bu. Gazi bormi ham? Gazi bor. 3200 so'raymiz. 3200. 3200 dollar. Kraska? Ruli nima? Kraskasi? O'tbetida bor, petnosi, ichiga o'tib alishgan joyi yo'q. Alishgan joyi yo'q. Kraskasi bor, bir ikkita joyda. Elektrousilitel rul, xullas zo'r bosadi lekin bu mashina. Ko'rganman danida. Ha, bos anchasini, bagaji hajmi ham juda katta. Hop, telefon nomeringiz gem berasiz bunga, mi? Telefon nomeri 97lik 539 0007 nomeriga aloqaga chiqasizlar. Egalari bilan yana to'liq ma'lumot olib, baraka qilsanglar bo'ladi. Hop, bu kimdan? Egasi yo'q bo'lsa, men 08 so'rayotganlar uchun 08 da obzor qilib ketamiz. Yili necha ekan aka? 09 ekan. Uzr, orqasini ko'rmanmi? 2093-yil. Nech pul deyapsiz? 2200 radnoy kraska. 2200. Narxlar tushib ketganini o'zingiz uchun ham bilsanglar bo'ladi. Bozor ancha tashlab yuborgan. Endi hozir endi kommentariyada yozadigan joyi emas, bozor qimmat ekan deydi. 2200 dollarga bir paytlar yo'q edi. Radnoy kraskada 96-yil. Benzini bilan mana tayyor sizlarga 09 qaymoq rangda. Gem berasa, gen yo'q. 6 soat qolishadi. Hop. Perafalmeniga bemalol kelib olsanglar bo'ladi. Okamlar faqat gen yo'q dedilar. Zato Radnoy 09 ani ish qog'ozlari bo'ladi-yu. Endi buni ko'pincha rus xalqi minadi. Ruslar, koreyslar, o'shalar yaxshi ko'rib minadi. O'zbeklar emas, o'rislar yaxshi ko'rib minadigan. 20 mingga ham ko'rdim, bitta Instagramda, mana shu 09. Endi misol mashina bilan mashinaning farqi bor. Radnoy retrosini xohlaganlar uchun Radnoy-da bu. Telefon nomeri aka? 97lik 539 0007. Ha, bu ham siznikimi? Buni yili nechi? 86 ming yurgan. Sizlarga yana Kalina. Kraska toza. 86 2009-yil. Kondyor bor, 86-yil elektr rul. Polni xullas full pozitsiyasi. Gem berasizmi bunga hachami? Gen 6 soatda nech pul deyapsiz? 4200 kami bor. Mana 4200 kami bor. Boshlab qoling. Telefon nomeri shu yerda. Bemalol egalaridan mana hozir okamlar aytgan nomer, men 09 ga so'rayapman. Hamma mashina siznikimi deyman bu ham. Hammasi 0007 bo'yapti. Xullas, mana shu 4 ta mashinaga bitta nomerga aloqaga chiqarsanglar bo'lar ekan. Egalari bitta ekan, xohlasanglar kam yurgan, xohlasanglar super, xohlasanglar 08, 09, xohlasanglar o'sha Kalina, Priora farqi. Okamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Endi Vesta so'raganlar uchun Vestani qizil rangi. Sizdanmi aka bu? Kimdan ekan? Sizdanmi bu? Hop, full ekan bu. Yili 19-25 ming yurgan Vesta. Bu elektronniy ekan, korobka. Ha, robot avtomat. Polni full ekan. Ya'ni ayollar sevadigan rangda, o'zi ayollar ham hayda yurtib ko'rgan bo'lsa, rosa ko'p minishyapti shundan. Nech pul olsa aka buni?
10.700 kam bor. 10.700 dollarga 25 ming yurgan yangi Vesta olasizlar. Почти yengida. Nima u? 19-yilga to'g'rimi aka? Yiliga почти 6 yilga 25 bo'lib olsangiz necha kilometr bo'lyapti? 4 kilometrdan to'g'ri kelyapti-da. 4 ming mashina emas-da. Telefon nomeri aka, gem berasizmi bunga? Ha, telefon, bu ham sizdan demak. Bu X-ray. Ha, millionlik motorligi bu. Ana nima deydi? Korobka avtomat bu ham, shu roboti. Bu robot emas, bu avtomat. Bu chista avtomat, robot emas. Ha, demak bu. Motor ham boshqa. Ha. Avtomat korobkada tayyor holatda, ana pullar bu ham full to'g'rimi aka? Necha ming yurgan bu? Bu 51 ming. 51 ming. Bu ham kam yurgan ekan-da. Turboy tayyorlari bor. Necha oy razresheniyasi bor? 6 oygacha. 6-oy zimniy ballonlar qo'yib qo'yishibdi. Kraska qatida bor aka? Top toza. Top toza. Uningiz ham top toza. Telefon nomeringiz aka? 97lik 446 446 1007. Hop, egalariga bemalol aloqa chiqasizlar. Buni kim berar ekanlar? Uni 6 soatga qo'yaverasizlar dedilar. Bunisiga necha pul dedingiz? Buni 11200 kam bor. 11200, uningiz 10700, 11200. Bemalol qolasizlar, tanlasizlar bo'ladi. Bu mana bu mashinalardan ham olib qo'ysak, Zaporoj. Fiat. Nima edi bu? Forza, da, Fiat. Tilim aylanmay qoldi. Yili nechi buni aka? 14-yil. Rangi Hamilton, Delfinga ham o'xshamaydi, bir Hamilton. Motor 1.5, super konditsioner, gidravlika hamma narsa xullas bu full chiqqan o'zi pozitsiya mashinasi. Hop, nech pul olasiz? 5000. Narx tushib qopti, sal. Hozir akam 6000 desalar kerak deb turdim, chunki bular paytida 6200, 6000 edi, 5200 ga tushirishdi. Salonni ko'rsatsak, salonlari ham akkuratniy holatda, o'zi buni ham ish qog'ozlari bor, bemalol kelib ko'rsa bo'ladi. Gem berasa Eshik shunaqa ochiladimi o'zi bular? oldi sotdi qilib olar ekansizlar faqat. Telefon nomeri aka? Mana. Ha. 99 884 66 70 nomeriga aloqa chiqasizlar, egalaridan yana to'liq ma'lumot olib, bemalol kelishib, agar bunaqa mashinalar qiziq bo'lsa, ro'paramizda ham ko'p ekan. Xohlasizlar Bardovi, xohlasizlar seriya, xohlasizlar mokriy asfalt rang, hammasidan bor ekan. Hammasini bir kishiga qaraylik. Menimcha bular ham sizlarda, faqat Forzami deymasizlar. Forza bo'yicha aloqa chiqarar ekansizlar akamdagi. Endi 80 mana shu nomerga bemalol olsangiz, mana xohlayman mana. Bardovi, xohlayman mana yana qanaqadir Hamilton rangi, mokriy asfalt, hammasidan bor ekan. Hammasi shu narxida farqi bor, a? Ozgina. Nechi pul buning? 4800, 4200. Nimaga? Nima farqi bor aka? Bular probegidan farqi? Kraskasidan. Uningiz nimaga qimmat? Uningiz 5200. Ha. Mashina bilan mashinaning farqi bor. Bu 4800. 4800 to'g'ri edi. 4800. 4800. Mokrisi 400. Ha, shu bemalol egalariga aloqa chiqsanglar, mana shu qolagan mana shu Forzalarni ko'rib olsanglar bo'ladi. Egalardan dokument masalasini ham kelishtirib olsanglar bo'ladi. Agar xohlasanglar biz qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz. Forza, X-Ray, Vesta, aka rahmat to'g'ri. Vesta desanglar, Vesta hammasini qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz. Egalaridan hamma to'liq ma'lumotni olsanglar ham bo'ladi. Biz egalaridan so'rab ko'ryapmiz. Eski mashinalar tushdi deyapsiz-ku. Ha. Kirishi to'xtargan degan gap yana apreldan. Ya, har xil gap yuraveradi. Yangi videoda kommentariylarda shunaqa o'qib qoldim, jigirlar, olib Bu turib. sizdanmi? Ha, egasi yo'q ekan, bo'ldi. Tushunarli. Agar videomiz davomida, mana hozir yana videomizni davom ettirib ketamiz. Agar videomiz davomida Nivalarning obzorini xohlasanglar, Niva deb yozsanglar, obzor qilib ketamiz. Undan oldin mana bemalol yana boshqa mashinalarni ham obzor qilib, agar kommentariyada Niva deb yozsanglar, Niva yonimizda turibdi, obzor olish biz uchun muammo emas. Faqat sizlarning talab istaklarga binoan. Hop. Bu kimdan ekan? Sizdan assalomu alaykum. Bu Kalinikka Delfina 2013. 2013 polni gazi bor ekan. Kondyor yo'q-a bunda. Konditsioner yo'q. Diskeli taqilgan, ballonlari yangi. Abagrev sidenali yo'q ekan. Ikkita oldi stiklopodnyomniki mix versiyasi ekanda bu. Nech pul olasiz? 4300 dollar kami bor. 2013-yil gem berasiz. Gem beriladi. Generalniy доверенность beriladi. Arenda berilmaydi. Bu faqat arenda o'zi tanlov qatorida-da. Bu yerda arenda so'rash befoyda. Bank qilib beramiz. Cheris Bank 2013 ga Cheris Bank bor. Beradimi? Undan ham zo'r. Ana Cheris Bank ham iloji bor ekan. Okamlarga kelib bemalol so'rasanglar bo'ladi. Bunisi ham sizdanmi? O'zi ham
Bunisi mana mana bu вообще zo'r sostoyan ekan. Oppoq. Hozir kelaman agar kommentariyada yozishsa. Hop. Yozyapti hozir. Ha, kommentariyada yozayotgan bo'lsanglar, yozib qo'yinglar. Nivachi akamiz ham kutib turibdilar. Bundoq qaradilar. Men xil ko'zda dilqaralik bo'lmasin deb qo'ya qoldim. Hop. Mana Lada Kalina. Bu Kalina bir, u Kalina kimdan mordasini ham bir solishtiradigan joyi bo'lib qoldi hozir. Buni mordasini bitta ko'rsatib boringmi, buni bitta mordasini ko'rsatib boring. Chunki bir xil hozir Kalina ikkisi qanaqa bo'ladi, Kalina biri qanaqa bo'ladi degan savollar tug'ilib qolsa, savolga javob bo'ladi. Hop. Bu 2011 112 ming yurgan Lada Kalina. O'zi turishidan ma'lum. Ana polniy tayyor konditsioner, gidrousilitel ruli, hamma narsa kraska ham top-toza. Kalpaklari, balonlarigacha zavod. Tayyorlovka razрешение bor. Tayyorlovka razрешение. Olni polniy 2 stiklopodъемник. Hamma narsalari bor, tayyor mashina. Bunisi nechi pul? 6,5 kami bor. Eshikni ochganingizda anaqada dalilda qilib turibdi. Telefoningiz yo'qmi bor? Ichida telefonga o'xshab turadi. Eshik ochilsa chaladi. Ha, mediar pulti bor. Hop, radmiy kraska. Telefon nomeringiz mana shu yoki 98lik, yo'q, 99lik. 824 0232 nomerga aloqa chiqib, bemalol. Yana bormi mana shunaqa mashinangiz yo'q, mashina o'zim. Bemalol egalariga aloqa chiqib, baraka quvosanglar bo'ladi. Hop, keyingi mashinani salom alaykum. Aka, tuzumsiz, qanaqasiz? Hop. Voy, ajoyib kubl diski taqib qo'yishganmi? X-rayga? Gapi, kimdan ekan bu? Sizlardanmi? Hop. Nech pul los buni aka? 9,5 kami bor. Konditsioner Bor. Hop, korobkasi-chi? Variant. Ha, anaqa mexaniki. Avtomat. Ha. Bu mi anaqalik emas, Nissan motorligi emas, bu Nissan motor. Hop, diskani nima qildinglar aka? Kobaltga peredelka qitib qo'yibsizlar-ku, yumshoqroq yuryaptimi shunga yarasha? Ha, balon ham yangi ekan, avtomat korobka, polniy full ekan bu. Necha ming yurdi? 135. 135 ming yurdi. Keyin berasizlar. Beramiz. Kraska? Hozir Kraskalari top-toza. 9200 dedingiz, adashmasam. 9,5 dedim. Ha, 9,5 kelishtirib beradi. Balki 9200 ga ham berib yuboradilar. Hop, gazi ham bor ekan. Bor. Telefon nomeringiz aka? 98. 98lik 155 89 89. 155 89 89 nomerga aloqa chiqasizlar. Bunisi ham sizdan emasmi, bog'liq? Yo'q, mana. Hop, Priora oqa. Bu konditsioner, gazi bor, 1.6lik menimcha. Disklar taqib qo'yishdi. Egasi hozircha ko'rinmayapti. Hozir balki biz eshikni ochib qolsak, egasi qatdan paydo bo'lib qolishi ham mumkin. Super 2 oldi. 2010 ekan. 2010-yil bo'lsa, gazi bor. Egasi qani buni? Egasi bo'lmasa, unda boshqa mashinalarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Telefon nomerlari agar oqqizuv bo'lsa, ne yetmadingiz deyishganlik uchun 90 955 04 63 nomer sizdan. 63 nomerga aloqa chiqib, egalaridan to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Endi men Bamaqaladan ham ko'p so'rashyapti-da, buni oti esimdan chiqib qoldi. Nima edi aka buni modeli? Salom alaykum. Shart emas, bo'ldi, hop, tushunarli. Ketdik. So'rashmasa qilib bermaymiz. Gap yo'q. Hop, Tugab qoldimi yo? Mening shu tugab qoldi. Bo'ldi, qolganlar ham o'sha oldirmaymiz, u qilamiz, bu qilamiz deyshadi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Bosdingizmi? Bosgan bo'lsangiz endi agar Niva olishimizni xohlasanglar, Niva yozib qo'yasizlarmi, plyus belgisini qoldirasizlarmi, deb yozsanglar, o'shanga qarab biz talabga binoan video qilib berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizdan uzoqlashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.